Assalomu alaykum aziz do'stlar, Muhammad Chesni kanali aziz obunachilar. Aziz do'stlar, akamiz bizdan 2000 dollar yutib olgandi. Sovrinlarni topshirgani keldi. Akamiz oldi ikkita suhbatni olib, sovrinlarni topshiramiz aziz do'stlar. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qayerdan keldingiz? Moskvadan. Ismingiz nima? Nechinchi yilsiz? Qaysi biletingizga yutuq chiqdi? Shu haqida gapirib bering. Ismim Alibek. 4265-biletga o'ynagandim. Shunga yutuq chiqdi 2000 dollar. Hozir akamiz bizdan 2000 dollar sovrinlarni olishga kelgan. Hozir topshiramiz akamizga. Mana akajon, sanab olasiz, yerdan topsang ham sanab oling. Mayli. Mana aziz do'stlar, akamiz sovrinlarini topshirgani keldi. Mana qo'llariga topshiryapmiz 2000 dollarni. Sizlarga ham nasib qilsin aziz do'stlar, navbatdagi turga ham start berganmiz. Aziz do'stlar, keyingi o'yinda ham sizlar ham ishtirok etib ko'ringlar, omad bilasizlar ko'ringlar. Balki omad siz tomonga kulib boqishi mumkin. Hammasi joyidami aka? Joyida. Akajon, o'yinimizda ishtirok etganlar bor, yutganlar bor, yutkizganlar bor. Shularga nima deysiz? Ozgina ikki og'iz siraylaringiz bo'lsa bildirib qo'yasiz. Endi nima deyman, yutqizgan bu avvalo Allohdan. Endi haqiqatan rost ekan, mana o'ynadik, yutdik. Ishonchli ekan Muhammad Chesni o'yinlari. Ta ishonchli ekan. Aziz do'stlar, mana Muhammad Chesni komandasi nomidan tabriklaymiz akani yana bir bor. Akajon, yaxshi kunlaringizga buyursin, barakasini bersin, tugamasin. Nasib bo'lsa o'ynashda yana davom etaman. Davom eting akajon. Akalar, opalar, gaziga bosamiz, videolarga like'larni bosib, o'yinda ishtirok etib omadimizni sinab ko'ramiz. Balki omad siz tomon kulishi mumkin. Aziz do'stlar,